Oying dugonalariga gap qilib bersa nimalar bo'ladi? Butun umr uydan qidirgan, yeyishi orzu qilgan shokoladlaringni ko'rasan va ularni bir yilda bir marta kiriladigan mehmonxonaga olib kirasan. Oxirgi marta o'tgan yili yozda kirdim, ancha o'zgarib ketdi. Madonna deb maqtanadigan idishlari shu bo'lsa kerak-a? Ana dugonajonlari ham kelib oldi. Endi bularni sassiq oyoq kiyimlarini taxlash kerak. Ichkariga bitta kirsang, bitta ham gap tushunmaysan. Lekin bular bir-birini eshitib, tushunib ham tengma-teng gapiryapti. Dugonalar yig'ilsa nima ham bo'lardi? Albatta g'iybat. Bunaqa joyda tema bo'lishdan Xudoni o'zi asrasin. Shiyodiga qaysidir go'sht meni rizqim bo'lishi kerak edi o'zi. Eng qizig'i ovqat yeb turib ham jahtimmasdan g'iybat davom etdi. Idish tovolarni ham yuvish kerak. Zebo, men bilan ham yo'q qizim. Nima banam po'chog'i? O'z dasturxonda yegim kelgan bitta banam bordi, shuni ham yeb tashlashibdi. Bugun ishlab kiyimlaring dabdala bo'ladigan kun. Aytgancha, bavi bor-ku. Rangi bo'g'ilgan oq kiyimlarni bir-biriga rangi o'tib ketgan kiyimlarni dog' tekkan yoki bo'yin qo'ltiq osti sarg'aygan kiyimlarni chaqaloqlarning kiyimlarini zo'r tozalaydi. Hammasiga bitta vosita, zararsiz, o'tkir hidsiz, eng muhimi mutlaqo xlorsiz. Ana top-toza bo'ldi. Urra, ketishdi. Endi mehmonxonaga hujumga degan chog'imda oyim bitta dugonasi bilan qaytib keldi-yu. Ular yeb ichguncha men gilamni gulini o'ynab tura qolaman. Chunki u paytda telefon bo'lmagan. Ye ketishdi. Endi yeb ichar. Nima esa bo'ladi? Qotib qolgan pryanik, arzon vafli, pechey qand, stolni to'ldirishga qo'yilgandek bu shokolad g'ishtan qilinganmi? Nima balo? Yana bitka. Как раз Turkun aka adin o'rtoqlari keladi. Ularga qo'yamiz.